Minecraft lekin har daqiqada random mobga aylanaman. Bugun men xuddi shunday Minecraftda ajdarni yo'q qilishga harakat qilaman. Bu yo'lda esa meni juda ham qiziqarli va xavfli sayohat kutib turibdi. Agar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz, boshladik. Hammaga salom, sizlar bilan Artifakt va men mana bu tugmani bosganim zahoti hammasi boshlanadi. Xo'sh, men yana 60 soniya odamman. 50 soniyadan keyin qaysi mobga aylanishimni hech kim bilmaydi. Shuning uchun shoshilish kerak. To'xta kirka. Vaqtim kam qoldi. Menimcha hozir ko'lga tushish yaxshi g'oya bo'lmaydi. Gastmi boshqa ulkan maxluqqa aylansam, ezilib ketaman. Birinchi mob bo'ladi. Bu yana nimasi? Jeptur, seni olamingni buzib kirish o'zi oson bo'lgani yo'q. Sen o'zi buni qanday qilding? Hozir ketaman, vaqtim kam, Jeptur. Men shuni aytmoqchi edimki, men bu videoni qatnasholmayapman, sababi qishlog'imga juda ham ko'p qarindoshlarim kelgan, hammasiga qarash kerak. Shunga xayr. Mayli, nima ham derdik. Sizlar undan ko'ra mana bunga qaranglar. Endi menda ikki qator jon bor. Shunday kuchli mobga aylangan ekanman, demak kuchim ham ko'p bo'lish kerak. Ha, menimcha kuchim ham ko'paygan. Ot, sen nechta